oila tarkibida ozgina xatolik chiqib, mana shu Yunus Mahmudjonga adliya bo'limiga murojaat qildim. Bizga bir qator yo'l yo'riqlarni ko'rsatib, ishimni ijobiy hal bo'lishiga yordam berdilar. Hozirda mana muammomiz yo'q. Mana shu huquqshunos loyihasi juda katta yordam berdi. Bundan nafaqat aholimiz, balki biz yettilik ham prezident islohotlari doirasida mana shu aholining infratuzilmalari, hayotini, turmush darajasini yaxshilash doirasida tashkilotlardan ham uzviy bizni huquqimizni himoya qilib kelishmoqda. Ajrimlar, alimentlar, ortiqcha odamlar qo'shilib qolishi oila xo'jalik daftariga, vafot etganlar vaqtida hujjatga bee'tibor bo'lib, guvohnoma olinmagan o'shalarni fuqarolik sudiga yo'naltirib, oxirida o'sha adliyadan vafot guvohnomasi olishgacha jarayonda o'zlari bepul, beminnat xizmat ko'rsatib kelishmoqda. Buning uchun biz mana shu islohotlarni yaratgan birinchi bo'lib prezidentimizga, qolaversa shu jarayonda bizga xizmat qilib kelayotgan adliya ma'muriyatiga juda katta minnatdorchilik bildiramiz. Chortoq tumanidagi Navbahor mahalla fuqarolar yig'ini hududida istiqomat qilaman. Navbahor mahalla fuqarolar yig'inida 4736 ta fuqaro yashab va bunda 1764 ta xonadon mavjud. Mahalla huquqshunos loyihasi bo'yicha men mana shu Navbahor mahalla fuqarolar yig'iniga biriktirilganman. Meni asosiy olib boradigan ishlarim shu mahalla fuqarolar yig'ini raislari yettilik bilan uchrashib, mahalla hududidagi fuqarolarning huquqiy muammolari bilan o'rganib, ularni bartaraf etish choralarini ko'rib boramiz. Haftaning chorshanba kuni mana shu mahalla fuqarolar hududiga kelib, mana shu aholining mavjud muammolari bo'yicha ular bilan yakkama-yakka suhbat o'tkazib va shu muammolarni hal etish bo'yicha tegishli chora-tadbirlarni amalga oshiramiz. Hozirgi kunga qadar 2025-yil davomida 18 ta fuqaroning hal bo'lmayotgan muammolarini o'rganib chiqib, tegishli tartibda rasmiylashtirilib va ularning muammolarini hal etish choralarini ko'rdik.